Nuroboddan Firuz polvon. Qashqadaryo Kitobdan Xurshid polvon. Og'aylash Xurshid polvon ham kurash bo'yicha Osiyo chempioni. Yoshlar o'rtasida o'sha choylik hamda Saydat. Ha, Saydat. bo'ldi. 500 ming solimi Shavkat aka. Shular solimi bir sarka 200 ming bo'ldi. 500 bekor. Bir sarka 200 ming. O'ta orqaga. Orqaga mana ular nima qilib turibdi? Yo'q, mana bular birinchida turibdi. Bu yoqqa. Hamidlar necha bo'ldi ikkinchi? Nuroboddan Rizabek polvon, Qodiriydan Doniyor polvon. Olishding uka. 200 ming olishtiring. Bu mashina tugataymi? Kel yaxki Muhammad Ali yaxki ishim. Muhammad Ali bitta olishtiring. Ke. Qaysi? Aslar yaxshilar bor. Surxondaryoga bormaymizmi? Kelib Surxondaryoda. Yo'q, Surxondaryodan. Muhammad Ali polvon Nuroboddan. Ma'qul sizga. Metandan Abdulaziz polvon. Kim bo'sh? Qaraysizmi? O'tgan shaqqa mana shu yoqqa o'tkazing. Mana shu yerga. 200 ming so'm puli bor. Yana nima bor biz odamimizda? Tefal bormi? Bitta tefal ham bor. Bo'ladi. Chandirdan Hamidulla polvon, Qashqadaryodan Begali polvon. Qarvaga olishtiring shuni. Bo'lmadi. Ha, bitta yonbosh berdi. Endi yana bitta ursa bersa kerak Xurshid Choriyevga. Qanaysan? Kimda bo'lasan? O'tirtirman. Ha? O'tirtiraman. Qayerda bo'lasan? Qoch. Qoch. Ketdim. Mana shu qizimiz Mongoliyada yoshlar o'rtasida jahon chempioni, mana prezident olimpiadasida ham chempion bo'lgan Metanboy aka. Shu qizimizga shartdan bitta chiroyli zot bering to'yxonadan. Bir qarsak bo'lsa, shu Bektemir polvonni shogirdi shu qizimiz. Talablar yo'q aka shu polvon. Shohmordan kelgan yo'q, Shohmordan Zuborda 1 oy Zuborda bo'lar. So'ragan ekan, aytdim, aytmadim. Samaridan talablar bor, 200 ming so'm bor. Olish. Mana shu yaxki sen ham ke bo'ldiki qolalar. Ket. Hozir tushundim hozir. Yaxki. Ket. O'tirib turgan Fayoz. Final Fayoz kedashi O'zbekiston chempioni 4 ta olishtirib, qolganini shida o'tirgizingizlar bo'ldi, chaqirib olishtiraman qo'yib. Maydalar bo'ldi. Nurbek. Chilim. Yo'lami? Samarqanddan Islom polvon. Va chilim. Hozirdan Yo'lami? Ilishdan Diyor polvon. 200 ming so'm. Bitta servisi bor, o'tirib turishadi, o'tir. Bitta suvga bo'shasin. Aka bo'shmi? Shunaqcha qara 200 ming so'm. Ha, Zafarnikimi bu? To'xtab tur aka, to'xtab. Buni o'tir, yaxshi. Qani parast. Mana o'tir. Ha. Yoqib kurashga kelyaptimi, to'g'ri?
Ular kechikibdi-da, kattarib Bo'ldi ketdi-da. aka, bular hammasini o'tir. Kurash kattarib ketdi-da. Hammasini o'tirgizing bo'ldi. Bular endi chaqirib kattasini tovoq qo'yib olish kerak. Bo'ldi, turinglar. Tur. Ha, tovoqqa chaqirib olish kerak aka. Bo'ldi, o'tiringlar. O'tir. Bo'ldi. Aka, hammasini ol. Bo'ldi, o'tirib tur hozir. Olishasan. Kimni? Yaxshi, yo'q. Qaysini olishasan? Sinkema. Yaxshi sardob. Bo'ldi. Ana shuga o'tir. Buyon, qani, yo to'xta tur hozir. Bunisiga shoshmaydi. Parda qilib yerdinglar-ku, bolqara qilib. Tovoqqa olishadigan qo'llarni. O'tir, yaxshi. Mana bular bittadan kiylar. To'xta. Ana qolgani o'tirib tur. Hozir diyoram bitta olishtiramiz, diyoram o'tirmaydi. Mana shu quloq sol. O'tir seniki. 1 2 3 4 5 6 ta para o'tiradi. Keyin tovoqni e'lon qilaman. Qolgani chiqadi tashqari. Jamshid, nima gap? Quloq sol mana, menga qara. Yaxshiroq kablingiz yo'qmi? Kablingiz. Hech chaqirib olishdi. Hech orqaga o'tib tur. Kim bilan gap? O'zbekcha tushunasanmi? Yoqqa bormalangiz. Ya, borganmi? Nima issiqda? Ha, menga qara. Ha, orqaga o't 5 metr tur. Sizlar olishmaysizlar, bu yoshlar. Tovoqqa olishasiz. Olishasan. Menga qaranglar sizlar. Aka, shunday suring bo'ldi. Olishmaysangiz, bironta olishmaysan shu yerda, bor-ku. Tovoqni e'lon qilaman hozir. Va o'zbekcha tushunasizlarmi? O't orqaganmi? Chaqirib qo'yaman hozir, zo'ringni. Ketkizolmayapti, sarni ketkizinglar. Bo'ldi, halol. Tur. Ha, 200 ming so'm. Kelar aka. Yo'qki, tanishtirma. Miroboddan Sayyor polvon. Mahalliy Bahrom polvon 200 ming o't. Evet. 100 ming alışın sağ ol. Oluşturun, bunlar yüzü. Bunlar davranı 100 ming. Oluşturun. Bayaz palon. Azerbaycan. Birontasi kurashgan yo'q. Samarqanddan Mehros polvon 200 ming. Nechta qoldi? Yo'qmi? Nol kabul tumaningizlar Fazliddin aka. To'xta. Nima? Hasan aka olishtiring mana ular tez-tez. Qayerdan keldi bu? Kim olib keldi buni? Bektemir. Ha? Hasan aka. O'tkazing shuni, bo'ldi. To'y egalari nima bersa shuni olib bering, o'tkazing. Zoir, sen qayerga ketib qolding aka? Seni 1 soatdan beri izlayman. Uni kimga olishtiryapsan, nima qilyapsan? Bo'ldi, ular darrov o'tib ketgan Zoir. Bayaz polvonni bitta telefon qo'shib bering, Aziz polvonga. Kurshchori bosdi. Qashqadaryo.